Bugungi videoda Canva dasturiga kirishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda brauzerga kirib, Canvaning rasmiy saytiga kiramiz. Buning uchun canva.com deb yozamiz. Mana shu oyna ochiladi. Biz oldin Canvaga kirgan bo'lsak, bu yerda shu Canvaga kirgan email bilan ko'rsatib turadi. Ro'yxatdan o'tishda sizda Google chiqib turadi. Google ni bosgan holatda tezda ro'yxatdan o'tib olsa bo'ladi. Men hozir bu yerda davom etib ketaman. Oldin kirganman. Sabab Canva hozirgidek eng qulay va kuchli bo'lgan dizayn vositalaridan biri. Mana kirdim. Canva interfeysi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda yana Magic Layers, prezentatsiya, strategiya, video, dokument, varaqlar, saytlar, xatlar, bizga keraklisi asosiysi fotoredaktor, rasmni tahrirlash. Chap tomondagi bo'limlardan bu yerda asosiy qismlari proyekti, bu yerda biz yaratgan loyihalar turadi. Ishlagan rasmlarimiz turadi. Shablonli Canvada juda ko'p turdagi shablonlar mavjud. Bu yerda asosiylari prezentatsiya, plakat, rezyume, xatlar, logotiplar uchun shablonlar bor. Tabriknomalar, taklifnomalar yasash juda qulay, tezda bo'ladi. Tayyor shablonga tashlab, bu yerda ko'rsatib turibdi, sertifikat dizaynlari bor. Tayyor variantda taklifnoma shu turda bo'ladi. Sozdab tugmasi bu yerda loyiha yaratishimiz uchun bizga qaysi turdagi loyihalar kerak bo'lsa, belgilab yaratib olishimiz mumkin. Misol taqdimot tayyorlamoqchi bo'lsak, balki xat, kimgadir dizaynni chiroyli qilib. Bu yerda Magic Layers va Canva Code yaqinda yangi qo'shildi. Magic Layersda 3D ko'rinishdagi qisqa AI orqali videolar yaratish mumkin. Canva Code'da dasturlarning kodini avtomatik AI orqali yaratib olishimiz mumkin. Videolarni tahrirlash mumkin. Imkoniyatlari juda ko'p Canvaning. Bugungi video qisqa bo'ladi. Shu tartibda Canvaning imkoniyatlari yana AI qismida, sun'iy intellekt qismida sun'iy intellekt bilan yaxshi integratsiyasi mavjud Canvada. Rasm yaratish, kod, shu turdagi ko'plab imkoniyatlari bor sun'iy intellektning. Keyingi videoda loyiha yaratib, rasm tahrirlashni boshlaymiz.